Bilamiz, kuchli musulmon kuchsiz musulmondan afzalroq. Nima sohadan bo'lishidan qat'iy nazar eng zo'ri bo'laman, o'sha sohani mutaxassisi bo'laman deb harakat qilish kerak. Zapusk siz uchun foydali bo'ldi deb hisoblaysizmi? Men o'sha narsaga juda qarshiman. Yetarlicha pul kelmagani uchun ish to'xtatib qo'yishlar shuni oqibatdan kelib chiqyapti. Ichida o'zimning manfaatim yo'q desam, Faqat yolg'on bo'lib qoladi. osmon, U yolg'on bo'lib qoladi. O'sha narsani qilsangiz, yana minusga kirib ketaverasiz. Eng top nima uchta xato qilyapti deb hisoblaysiz? Sotuvdan kelgan pulni boshqa joyga yo'naltirish. Juda ko'p sotuv bo'limlariga borganmiz. Sotuv bo'limida quruvchini o'zi o'tirib sotadi. Har bir ishni o'zini mutaxassis qilgani yaxshi-da. Sotuv bo'limida polisi hammasi nazorati o'zida bo'lgan, to'g'rimi? Qancha turdan keyin topshirildi bu narsa. Qaysi biri yaxshiroq edi deb hisoblaysiz o'zingizga? Agar bitta dom bilan cheklanmaydigan inson topshirgani qulayroq. Marketingga sarflangan pulni katta xarajat deb bilishadi. Marketingga to'g'ri urg'u berish, bozorda yetakchilikka, raqobatdosh bo'lishga qanchalik foydasi bor yoki yo'q, ani mif deb o'ylaysiz? O'smoqchi bo'lsangiz, budjetni katta qo'yasiz. Boyagi misolcha yig'ib qo'ygan deylik 200 ming, 400 ming dollar puli bor. O'sha bilan qurib boradi, nechidir etajga yetgan 10 ming, 5 ming dollar pul qolganda, endi o'zini sohasini ustiraman ishlasammi deb ayni moddiy imkoniyatda tugaganda harakat qiladi. Olovni yonayotganda yondirish kerak. Mercedes o'zidan o'zi Mercedes bo'lib qolmagan. Imkoniyat bo'lyaptimi yoki rost majburiyatmi? Bu zamon bilan hamnafas yurishlik. Oldin 200 ta, 300 ta bir joyda dom qurganmiz. Patkatlab sotib tez tugatib tashlaganmiz. Talab bor, yetarli. Lekin hozir misol qilayotgan obyektlarimiz 1000 ta, 2000 ta, 6000 ta. Ana unda taksi brendni rivojlantirish zamon talabi уже. Sherigim mendan zo'rroq bo'lsin desangiz, Alloh sen saxiy bo'lsang, men senda da saxiyman deb zarracha erta katta bomba bo'lib ketadi. Qaysi ma'noda alfa bo'lishi xususiyatlardan biri desa ham bo'ladi. Men eng pastman, eng zo'ri bo'lishim kerak. Taslim bo'lsammikan turganlarga taslim bo'lib hech kim to'xtatgani yaxshimi yoki oldingidek kuch-quvvatni prosta to'g'riroq yondashgan holatda bosib gazini? Misol men hali to'xtash niyatim yo'q. Shu podkastda bitta gapni eslash kerak desa, nima gap bo'lardi? Tadbirkorda erkin fikr. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Mana Xudo xohlasa, bugun Alfa podkastni birinchi sonini boshlaymiz va birinchi navbatda bu podkastda olishdan maqsad nima va bu podkastni ko'rganingizdan keyin sizda nimalar o'zgarish bo'ladi? Shuni qisqa tushuntirib o'tamiz va bu maqsadimiz sizga muvofiq bo'ladigan bo'lsa, bu podkastni albatta diqqat bilan ko'rishingizni qattiq tavsiya qilamiz. Maqsadimiz shuki, har bitta sohani o'zini bozor bo'yicha yetakchilarini suhbatga chaqirish va mana shu bozorda yetakchiliklarni qo'lga kiritishda ularning shaxsiy fikrlari qanaqa bo'lgan, shaxsiyati qanaqa bo'lgan, niyati qanaqa bo'lgan va ish jarayonidagi demak muammolarga qanaqa yechim topgan, qanaqa yondoshgan, shu narsalarga demak ekspertlarimizdan subyektiv fikr asosida demak fikrlarni olamiz va fikrlarni olish natijasida sizlar o'zingizlarning sohalarda ketayotgan ekspertlardan, top yetakchilardan demak qanaqa ularning darajasiga chiqish va ulardan o'tib ketish haqida demak yaqindan xudo xolsa xulosalarni olishinglar mumkin bo'ladi. Bu podkastni tashkillashlarimizda asosiy demak tamoyilimiz bu bilamiz, kuchli musulmon kuchsiz musulmondan afzalroq va har bitta qaysi sohaga kirishdan qat'iy nazar doim toplikka eng zo'rlar bo'lishga intilish kerak. Shuni demak maqsad qilib demak bu podkastimizni tashkillashtiramiz. Demak birinchi podkastimizda birinchi soni va bugungi mehmonimiz xudo xolsa Habibulla Saidov. Assalomu alaykum Habibulla aka. Xush kelibsiz. Rahmat. Demak, qisqacha Habibulla aka haqida, mehmonlarimiz haqida o'zimiz qisqacha tanishtirib o'tamiz. Sababi o'zini o'zi qanaqadir ma'noda tanishtirishi biroz nokamtarinlik bo'lmasin. Demak, Habibulla Saidov 20 yildan oshiq tajribaga tadbirkor, 7 yildan oshiq tajribaga qurilish bo'yicha tadbirkor hisoblanadi va hozirgi kunda qadar ko'plab qurilish loyihalarini amalga oshirib kelayotgan, barchasini muvaffaqiyatli oshirib, xalqning roziligini olib kelayotgan quruvchi tadbirkorlardan biri. Va hozirgi kunda aynan o'zi ishlab kelayotgan hududdan biri, ya'ni Denovdagi eng yirik qurilish loyihalaridan birini amalga oshirayotgan quruvchi hisoblanadi va ko'plab qo'shni yo'nalishlarda ham muvaffaqiyatli yo'nalishlarda tadbirkorlik olib boradi. Demak, Habibulla aka, birinchi navbatda bugun endi sizdan ko'proq shaxsiyatingizni nimangizni yoritamiz va tomoshabinlarga shu sohada shu darajaga yetib kelish uchun siz qanaqa yondashgansizki, o'ziga keraklarni oladi, keraksizini olmaydi. Shunaqa tarzda demak suhbatimizni boshlaymiz. Birinchi navbatda nimaga alfa bilasiz, har bitta o'ziniz yo'nalishda eng zo'ri degani, eng yetakchisi degani. Shu sohada o'zi eng zo'ri bo'laman deb niyat qilish, maqsad qo'yish o'zi to'g'rimi yoki unaqa qilish qanaqadir nokamtarinlik bo'ladimi? Yo'q, niyatni katta qilish kerak. Niyatni agar katta qilmasangiz, siz katta natijaga erisha olmaysiz. Chunki o'zimni sohamda nima sohadan bo'lishidan qat'iy nazar eng zo'ri bo'laman, o'sha sohani eng yaxshisi bo'laman, sohani mutaxassisi bo'laman deb harakat qilish kerak.
qanaqadir o'rta meyona yo boshqa emasda qaysi sohadan kirishgan qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar o'sha sohani haqiqiy mutaxassisi bo'laman deb harakat qilish kerak. Agar shuni harakat qilmasangiz, sizni harakatingiz foydasiz. Zo'r. Endi bu narsada umumiylikdan biroz qochamizda o'zingizni fikrlashingizga o'sha narsaga yondashamiz. Mana siz o'zi mana hozirgi darajangizga ko'plab odamlar havas qiladi. Endi bu darajaga yetib kelishda birinchi narsa niyatga taqiladi deymiz. Sizda o'zi har bitta ishni boshlayotganingizda, mana shu qurilishga kirayotganingizda, qurilish sohasida katta ishlarni amalga oshirishdan oldin o'zi niyatingiz, planingiz, rejalaringiz qanaqa bo'ladi? Qanaqa niyat bilan ishni boshlaysiz? Albatta, har qanday ishni boshlashimizdan oldin birinchi navbatda ota-onamiz duosini olib, alhamdulillah ota-onam duogo'ylarimda har bitta ish qilishdan oldin duolarini olib ishni boshlayman. Alhamdulillah shu qilgan ishim hozirgacha endi bitta yarimtasi o'xshamay qolgan bo'lmasa, hammasi a'lo darajada ketyapti. Chunki nima uchun ota-onaning duosini olsangiz va niyatni to'g'ri, birinchi o'rinda Allohdan so'raysiz, niyatni xolis qilasiz. Agar niyatni xolis qilmasangiz, uni foydasi yo'q. Niyatni xolis qilasiz, Allohdan so'raysiz, ota-onangizdan duoni olib o'sha ishni boshlaysiz, Xudo xolasa. Albatta hamma ish yaxshi natijalar bilan nima qiladi. Tasavvur qiling, mana siz deylik 20-30 yosh oralig'idagi quruvchisiz. Endi qurish sohasiga kirib ketyapsiz. Xuddi o'zingiz nechadir yil orqaga qaytdingiz. Qurish sohasiga kiryapsiz. Qanaqa niyat bilan boshlagan bo'lardingiz buni? Niyatni kuchi katta deydi. Nima niyat qilgansizki o'sha vaqtda endi qaytdik deb 30 yoshga qaytib qoldingiz. Qanaqa niyat qilgan bo'lardingiz bu sohaga kirayotganda? Men 30 yil oldinga qaytish emas, hozir ham niyatim inshaalloh insonlarga manfaatim tegsin. Chunki boy ham kambag'al ham shu bir kosa ovqatini yeydi. To'g'ri, boy yaxshiroq joyda yeyish mumkin, lekin hamma bir kosa ovqat yeydi. Undan ko'p narsani yeya olmaysiz. Niyatni to'g'ri qilish kerak, inshaalloh manfaatli bo'lsin. To'g'ri, bu narsaga nafsimizni nima qil, misol yo'q, nafsimiz yo'q bizda desak, bu yolg'on bo'lib qoladi. Albatta, hamma harakatimizni tagida yaxshi yashashlik, yaxshi hayot kechirishlik, lekin undan ikkinchi maqsadimiz ham insonlarga o'sha ishimiz manfaatli bo'lsin. Qo'limizdan kelgancha o'sha insonlar bizdan barakat topsin va haqqimizga duo qilsin degan harakatda qilamiz. Chunki hozir agar yo'q, men ichida faqat xolis xizmat qilmoqchiman, ichida o'zimning manfaatim yo'q desam, u yolg'on bo'lib qoladi. U yolg'on bo'lib qoladi. O'zingizni yaxshi ko'rsatish bo'lib qoladi. To'g'ri, manfaatimiz ham bor, lekin ko'proq harakat qilamiz, shu insonlarga harakat davomida bizda manfaatimiz tegsin. Bizdan barakat topsin shu insonlar, erta haqqimizga duo qilsin. Chunki ko'pni duosi bilan baribir o'sib unishingiz yaxshiroq bo'ladi. Mana endi baribir ko'pchilik tadbirkorlar qurilish deydi, katta pul bor ekan deydi. Qanaqadir hisob kitob qiladi. Masalan, shuncha pul tikaman, ertaga topshiraman, shuncha foyda ko'raman deydi. Xo'p. Aksariyat mana yoshlarda, boshlarda, masalan, ko'p quruvchilar bilan o'zimiz ham suhbatda bo'lganimizda qaysi ma'noda o'zi gap so'zdan ham bilinadi-yu. Asosan foyda haqida gapiriladi. Shu narsa yondashish to'g'rimi? Birinchi o'rinda foydani qo'yish to'g'rimi yoki aynan shu birinchi o'ringa faqat foydani qo'yish oqibatida ish chala tashlab ketish, bankrot bo'lishlar, misol uchun yetarli pul kelmagani uchun ish to'xtatib qo'yishlar shunday oqibatdan kelib chiqyaptimi? Yo'q, ular noto'g'ri hisob-kitobdan chiqadi. Endi ish bor joyda kamchilik bo'ladi, kamchiliksiz ish bo'lmaydi, lekin o'sha kamchiliklarga ishlarda qilingan xatolarni qayta takrorlamaslik kerak-da. Misol bitta ish qilyapsizmi? Mana bitta kichkina bo'lsa ham abiki qurdingiz. O'shandan qayerda qanaqa xato qildingiz va qayerdan qanaqa ziyonga kirdingiz. Uni o'zingizga tajriba qilib olishingiz kerak va ikkinchi qurilishingizga o'sha narsani qilmasligingiz kerak. Zo'r. O'sha narsani qilsangiz yana minusga kirib ketaverasiz. Misol siz qurilish qilyapsizmi? O'sha maqsadni to'g'ri qilish kerak, pulni to'g'ri yo'naltirish kerak, moliya yo'nalishini to'g'ri qilish kerak, bo'ldi. Xudo xolasa hammasi atlashga ketadi, faqat hisob-kitobni chiroyli olib borishingiz kerak. Mana keyin ba'zi nimalarda faqat qurilish sohasida emas, endi boshqa sohalarda ham shunaqa borki, shu ishim o'xshasa deydi, misol uchun betga borib kelaman yoki bu mashinani olaman, bu uy solaman va hokazo. Sizda ham biron bir reja qo'yayotganingizda shu ish o'xshasa o'zga moddiy qanaqadir motivatsiya qo'yasizmi yoki qanaqa motivatsiya qo'yib ish boshlaysiz o'zi asosan? Yo'q, ish boshlatganda. Endi yoshlikda bo'lgan u narsalar, misol zo'r bo'lib ketsak, endi Toshkentdan uyimiz bo'lsa yoki bitta mashinamiz bo'lsa, mazza qilib yursak, u 20 yosh, 18 yoshdagi orzularimiz, 17 yoshdagi orzularimiz bo'lgan. Keyin uje uy joyingizni qilib olganingizdan keyin, mashina, hamma sharoitni qilib olgandan keyin
ko'proq harakatni boshqa narsaga qilasiz. Biznesni rivojlantirish va shu manfaatli ish qilish, siz orqali nechadir kishi ish bilan ta'minlanish. Pulga qo'riqchiday bo'lib qolasiz, uni harakatni qilaverasiz. O'zingiz to'g'ri, o'zingiz vaqtida dam olib kelasiz, boshqa qilasiz, lekin orzu havasni katta qilmaysiz. Endi orzu havasni katta qilsangiz, sal yo'nalishga adashishingiz mumkin. Orzu havasni juda katta qilmaslik kerak. Chunki yo'l-yo'lakay bo'ladi. Yo'l-yo'lakay o'zi bo'lib ketaveradi, o'zi riyadiga bo'lib ketaveradi, lekin albatta ota-onaning roziligiga ko'proq silay rahmda qo'ldan kelgancha kambag'allarga yordam berib, harakatni davom ettirib ketavering, inshaalloh Alloh xayrini berib ketaveradi darajasini. Zo'r. Qadriyatli quruvchining maqsadi sifatli va ishonchli uylarni qurib, xalqqa xizmat qilish. Shu bilan birga quruvchiga mijozlarni topish va ularga xizmat ko'rsatish uchun marketing xizmati kerak bo'ladi. Men Habib Saidov ko'p yillik quruvchi sifatida o'zimga hamkorlikka Alfa Group kompaniyasini tanladim. Biz zapuskni o'tkazdik va zapuskning ilk kunidayoq 861 ta to'lovli uy sotishga muyassar bo'ldik. Siz ham quruvchi bo'lsangiz va shunaqa natijada uy sotmoqchi bo'lsangiz, albatta sizga Alfa Group kompaniyasini tavsiya qilaman. Endi ko'proq qurilish sohasiga ko'proq kiramiz. Mana hozirgi kunda o'zi quruvchilar bor. Ya'ni qurilish biznesi bilan shug'ullanayotgan tadbirkorlar deylik. Sizni kuzatuvingiz natijasida, siz shu paytgacha bilgan natijangizda yoki o'z oldingi holatingizdan solishtirib, nima top xatoni qilyapti deb hisoblaysiz? Umumiy, misol uchun hamma yoshlar bor, vaqtini besamar o'tkazyapti deb qanaqadir tashxis qo'yadi. Hozirgi kundagi bozordagi raqobat qilib turgan quruvchilar eng top nima uchta xato qilyapti deb hisoblaysiz? O'z tajribangizdan kelib chiqib, o'z subyektiv fikringiz. Yo'q, men birovni xatosini bahololmayman, chunki men o'zimda ham xato bor. Shunaqa o'z tajribangizdan kelib chiqib aytsangiz ham bo'ladi. Misol uchun deylik, 5 yil oldingi qurilish sohasidagi fikringiz bo'lishi mumkin, hozirgi fikringiz boshqacharoq bo'lishi mumkin. Endi har mani o'zining ichki tizimi bo'ladi. Ichki tizimini misol tashqaridan turib baho bera olmaysiz. Faloncha xato qilyapti, pistoncha xato qilyapti deb. Hammaning o'zining ichki tizimi bor. U xato men o'zimda ham bo'ladi. Chunki o'sha xatoni vaqtida to'g'rilab ketaveradi. Misol bu xato faqat bitta narsani xato qilyapti. Endi men umumiy qilib aytaman. Shu umumiy qilib aytaman. Misol endi uni balki bir xillar qilayotgandir hozir ham. Mana misol sotuvdan kelgan pulni boshqa joyga yo'naltirish. Ana u narsa sotuvdan kelgan pul bu xalqning omonati. Qisqa qilib aytganda, siz uy quryapsiz, uyni sotyapsiz, xalq sizga ishonib to'lov qilyapti, siz o'sha to'lovni qurilishni o'zida ishlatishingiz. U eng to'g'ri yo'l. Lekin uni boshqa maqsadda foydalanish, boshqa joydan joy olish, boshqa joyga tiqish, boshqa biznesga aralashtirish, u kerak bo'lsa u biznesingizdan bu biznesingizdan to'xtatib qo'yish mumkin jarayonni. Endi bu umumiy qilib aytdim. Hozir undaqa balki hech kim qilmayotgandir. Endi bu yerdan maqsadimiz nima? Kimdir shu xatoni qilgan yoki qilmoqchi bo'lib turgan bo'lsa, o'zi xato deb bilmaydi. Deylik, bu biznesim ham yaxshi yurib ketadi, bu biznes ham ikkalasini ham qayta kerakli vaqtdan oldin yuritaman deb o'ylash mumkin. Shunday. Har xil tomonlama fikrlashib, shu narsani oldin turgan bo'lishi mumkin. Qaysi quruvchi mana shu podkastni ko'rishdan oldin pul tushgan, shu pulni 50% yoki 60% shu narsaga yo'naltiraman deb turgan bo'lishi mumkin. Shu olib xulosa qilishi mumkin. Demak, birinchi o'rinda tushgan pulni qaysi ma'noda o'zini o'ziga yo'naltirish. O'ziga yo'naltirish kerak. To'g'ri yo'l. Qachongacha o'ziga yo'naltirish kerak bo'lsa, mana deylik o'zimiz oddiy tadbirkorlar borku, hamma sohada. Do'konchi desangiz, deb o'ylaydi, do'konga tushgan hamma pul meni foydam deb hisoblaydiganlar ham borda. Shartli kassadan shunchaga kerak pulni oladi, ketadi, obrat bo'lib qoladi. Qurilishda ham misol uchun tushgan pulni meni pulim deb hisoblaydiganlar ham bor. Buni qachongacha meni pulim emasligini tushunish kerak, ya'ni quruvchining puli emas, odamlarning puli. Xalqning puli. Qachon o'zini foydasini yechib olish to'g'ri deb hisoblaysiz? Uyni qurib egalariga topshirasiz, kadastri bo'ladi. Misol kimgadir qanaqa variantda bergansiz, uyni qurib egalariga topshirasiz. Ana undan keyin qolgan pul sizniki. Ungacha xuddi birovning pulini qo'porib aytganda olganda ungacha u pul sizniki emas. Zo'r narsa aytdingiz. Xo'p, endi bitta zo'r muammo ochildi qaysi ma'noda, pulni boshqa narsaga yo'naltirib qo'yayotgan quruvchilar qaysi ma'noda xulosasi yaxshi bo'ladi. Keyingisi sal yana ichiga yondashsak, ba'zi quruvchilar bor, misol uchun chet bilan solishtirsangiz, O'zbekiston solishtirsangiz farqlar ko'p. Lekin mana oddiy narsa Xitoy qaysi sohalarga kirib kelyapti, chet davlatlar raqobatchilar kirib kelyapti, o'zbek tadbirkorlar qaysilari qiynalyapti, qaysilari yutib chiqyapti. Endi bizda shunaqa narsa borki, hamma sohada, ayniqsa quruvchilarda ham bor, hamma ishni o'zim qilishim kerak degan мнение. Sizda ham shunaqami? Misol uchun hamma ish deganda qanaqa? Prorab ham o'zi topish kerak, yuristik bilan ham o'zi gaplashish kerak, sotuv juda ko'p sotuv bo'limlariga borganmiz, sotuv bo'limida quruvchini o'zi o'tirib sotadi. Ya'ni sotuvchi qiz ba'zi oladi, ba'zilar olmaydi. Olmagan taqdirda ham o'zi o'tirib sotadi.
marketingga boshqaga deyarli e'tibor bermaydi boshqa. Hamma shu o'zim qilishim kerak, boshqalar qila olmaydi deb yondashish bor narsami? Sizda ham shunaqami yoki siz boshqacharoq qaraysiz bu narsaga? Yo'q, endi bu narsa sizning gapingiz bu har bir quruvchini budjetidan kelib chiqqan holda hisoblanadi. U iloji boricha har bir ishni o'zini mutaxassis qilgani yaxshida. Misol nima deydi? Prorabni o'zingiz topsangiz, sotuvchilikni o'zingiz qilsangiz, bu prorab bilan gaplashayotgan paytingiz sotuvchingiz qolib ketadi, sotuvchilik qilayotgan paytingiz qurilishingiz qolib ketadi. Shuning uchun har bir sohani o'zini mutaxassisga topshirib, endi quruvchi, misol, quruvchi boshqa, tadbirkor boshqa, uni yaxshi bilasiz. Misol, tadbirkor degani faqat chetdan turib, zadaniyani berib, o'zi tepadan turib tomosha qiladigan inson. Faqat siz keladida, faqat hisobotlarni ko'rib, nimani quruvchi, haqiqiy misol quruvchi u qurilishni ichida yuradigan odam. Unda misol o'sha haqiqiy quruvchining ichida yurami, bitta tadbirkor bilan sherik bo'lib, sotuv bo'limini boshqaga topshirgani qulayroq tushadi. Zo'r. Mutaxassissiga, o'zini mutaxassissiga. Mana misol uchun qanchadir vaqt o'zingiz sotuv bo'limida polniy hammasi nazorati o'zida bo'lgan, to'g'rimi? Xo'p. Qanchadirdan keyin topshirildi bu narsa. Qaysi biri yaxshiroq edi deb hisoblaysiz o'zingizga? Topshirilishi ba'zi ko'pchilik o'ylaydi, topshirish xato deb hisoblaydiganlar bor. Misol uchun qanaqa pluslari bor, minuslari bor, har xil miflar bor bu haqida yurgan. Yo'q, siz agar bu yerda bitta savol borda, har kimni imkoniyatidan kelib chiqqan holda Jahongir, mana siz bitta pod'ezd, bitta dom quryapsiz. Kichkina obyekt quryapsiz, unda siz muncha finansiy tarqat qila olmaysiz. Chunki siz nima sotuvchiga bersangiz, sizni kichkina obyemingiz sotuvchiga qoplamaydi. Sizni kichkina obyemingiz sotuvchiga, misol marketolog boshqa unga qoplamaydi. Siz unga bersangiz, sizga qoplamaydi. Chunki sizda mas'uliyatingiz cheklangan, kichkina obyem. Agar obyemingizni kattaroqtirmoqchi bo'lsangiz, keyin unda nima qilsangiz bo'ladi. Lekin shu bo'ldi, mana shu bitta domni quraman, bo'ldi, shu bilan to'xtayman. Misol meni bor yo'g'i 50 ta xonadonim bor, 60 ta xonadonim bor, 100 ta xonadonim bor, yo 60 ta o'shanday qiladigan bo'lsangiz, shu o'zingizdan bitta yaxshi bitta sotuvchi bilan ishlasangiz bo'ladi. Bitta mavzuyimizga bitta eslatamiz, o'sha bitta kichkina pod'ezd qurgan odam qo'pol qilayotganda quruvchilik sohasida bozor yetakchisiga aylana olmaydi-da. Katta ob'yemlarda qilayotgan nimalar vaqtida topshirsagina aylanish mumkin. Yo'q, u ham aylanadi. Misol men o'zimiz ham bitta pod'ezddan boshlaganmiz. Boshlash boshqa, plan bitta bilan tugataman degan narsa bo'lmagan-ku demoqchi. Shunday. Katta ob'yemga chiqaman degan. Bir xilda o'zini joyi bo'ladi, shu yerdan bitta misol quruvchi bilan sherikali dom quradi, boshqa qiladi o'shanda. Lekin o'sha misol biz o'zimiz ham bitta pod'ezddan boshlaganmiz, boshiga 8 qavat, 7 qavatdan boshlaganmiz. Hozir 16 qavatga o'tgan bo'lsak ham ana shunaqa kichkina domlardan boshlaganmiz. Lekin o'sha paytda bizning finansiyimiz katta marketologni ko'tarmagan. Mana endi katta obyekt qilyapmiz, o'sha ko'taryapti. Demak, bitta xulosa qilsak, finansiy jihatdan ko'tarmayotgan bo'lsa, ya'ni endi boshlagan kichkina bo'ladigan bo'lsa, o'zi qaysi ma'noda ulgurash, yoki ish ob'yemi ham kichkina bo'ladi. Ish ob'yemi ham kichkina bo'ladi. Endi katta bitta ish yaxshi chiroyli topshirdi, kichkina pod'ezdlar qurdi. Endi katta ishlar qilish oldida turibdi, xudo xolisa. Unaqa vaziyatda topshirish to'g'ri bo'ladimi yoki agar bitta dom bilan cheklanmaydigan inson topshirgani qulayroq. Agar bitta shu mana shuni quraman, bo'ldi shu bilan yopaman deydigan odam uchun o'sha bitta bo'ladi. Lekin o'saman degan odam topshirishgani qulayroq bo'ladi. Zo'r. Keyingi mana shu savoldan sal uzoqlashmaymiz. Siz bilan endi ko'p ishlash jarayonida boshqa quruvchilardan farqli tomoni fikrlash jihatdan yondashamiz. Marketingga aksariyat quruvchimiz hozir O'zbekistonda marketingga sarflangan pulni katta xarajat deb bilishadi. Xo'p. Misol uchun deylik, bironta texnika olish uchun 100 ming, 200 ming dollar sarflash muammo emas, bitta sarflab yuboradi. U pulni qaysi ma'noda hozir qurilish ketmayotgan bo'lsa ham sarflab yuborganlar bor. Lekin reklama uchun, xarajat uchun mana shu narsaga xudo xolisa beriladi. Nechadir uy sotiladi, unda yana daromad tushadi. Ya'ni как investitsiya sifatida emas, xarajat sifatida qaraladi. Siz ham shunaqa reklamaga ketgan pulni xarajat hisoblaysiz marketingga yoki investitsiyami? Investitsiya u. Bu sohada shunaqa ishlab yurgan tadbirkor sifatida marketingga to'g'ri urg'u berish, bozorda yetakchilikka, raqobatdosh bo'lishga qanchalik foydasi bor yoki yo'q, mif deb o'ylaysiz? Даже 90% foydasi bor. Biznesning kuchi reklamada. Zo'r. Bu reklamasiz biznesingiz ko'tarilmaydi. Misol katta misol qaysi kompaniyani bilasiz? Reklamni budjeti kichkina.
Mировой. Tanimagan-da, Ha. oddiy misol Coca-Cola Ha, Coca-Colami boshqami, Mировой budjeti kichkina kompaniya tanilmaydi-da. Misol budjetni katta qo'yish kerak. Chunki o'shani budjetni katta qo'ymasangiz, erta xuddi boyagi gapga borib taqalib qolyapti. Siz o'smoqchi bo'lsangiz, budjetni katta qo'yasiz. Mana juda ko'p quruvchini ko'rganmizda, mana hamkorlikda gaplashayotganimizda finansing nuqtasi yetarli. Misol uchun oldin bilasizku, raqobat zo'r bo'lmagan, marketing kuchli bo'lmagan, lekin chunki talab yetarlicha bo'lgan, taklif kam bo'lgan. O'sha vaqtda quruvchilar qaysidir ma'noda yetarlicha qanchadir mablag' yiqqan va hozirgi kunda marketing uchun sarflashga aslida moliyaviy jihatdan imkoniyati bor. Kuchli mutaxassislar olib kelishga imkoniyati bor, lekin shu shartmakan deb qaraydi. Misol uchun hozir shartmakan deb qaraydi, qachonki qarovatni boyagi misol uchun yig'ib qo'ygan deylik 200 ming, 400 ming dollar puli bor. O'sha bilan qurib boradi, nechidir etajga yetganda 10 ming, 5 ming dollar pul qolganda sekin boshini qichib keyin xayoliga kelyapti-da, endi o'zini sohasini ustidan ishlasammi deb ayni moddiy imkoniyati tugaganda harakat qilyapti. Shu narsa o'zi to'g'rimi yoki boyaga qaytaga marketingga yondashish обязательно pul tugaganda qarashgan yaxshiroqmi yoki imkoniyati bor bo'lib turganda yondashgan yaxshiroqmi? Olovni yonayotganda yondirish kerak. Kuchli yondirish kerak. Olov yonayotganda kuchaytirish kerak. Zo'r gap bo'ldi. Mana shu joyni reels qilib kesib bo'ladi, xudo xolsa. Chunki bu budjet o'sha olov susaygandan keyin xohlagancha yondiraman deng, katta yonmaydi. Qancha katta yonayotgan payt shuncha o'tin tashlash kerak. Zo'r. Qarang, endi hozir tasavvur qilamiz. Prosta tasavvur. Bu yerda aynan mana bu brend mana bunaqa xato qilyapti. Mana brend, mana bu quruvchi bunaqa xato, unaqa narsa emas. O'zi umumiy maqsad nima? Quruvchilarimiz raqobatlash bo'lsin, halol raqobat bo'lsin, xalqimizga yana yaxshiroq taklif qilaylik. Tasavvur qiling, shunaqa bozor keldiki, zo'r o'yinchi, nisbiy solishtirganda zo'r o'yinchilar 50% qoldida, top bu bozorga tayyor bo'lmagan 50% quruvchilar qirilib ketdi deylik. Bozordan chiqib ketdi deb tasavvur qilaylik. Qanaqa quruvchi bu bozorda qoladi deb hisoblaysiz hozirgi kunda? Halol quruvchi qoladi. Halol quruvchi, halol brend uchun ishlaydigan, qadriyatli insonlar qoladi, bo'ldi. Brend uchun ishlash, mana shu joyini ham sal to'xtab o'taylik. Brend deganda men endi quruvchilar ichidan gapiramanda, quruvchilar ichidan degani quruvchilar ichida brend uchun ishlash deganda nima deb o'ylaydi? Prosta logotip yasab qo'yish, logotip qilib, qanaqadir SMMchiga misol uchun prosta 300-400 dollar beradida, SMMchiga har oy 5 ta 10 ta post chiqib turasan deyish. Shuni brendga ishlayaptim deb tasavvur qiladi. Brendga ishlash siz nazaringizda ham shunaqami yo boshqacharoq qaraysiz? Brendga ishlash degani bu brend bu sizning yuzingiz. Zo'r. Brend bu sizning yuzingiz. Misol ertaga sizni brendingiz bilan eslasa, sizni yuzingizni eslaydi. Misol siz o'sha brendingiz qancha premium bo'ladigan bo'lsa, sizni shunchalik hurmatingizni, nimangizni joyiga qo'yib, chunki nima uchun siz ertaga har bitta qilgan ishingizdan xalq manfaat topyapti, barakat topyapti. Erta misol brend o'zidan o'zi ko'tarilmaydi. Mercedes o'zidan o'zi Mercedes bo'lib qolmagan. Shunaqa. Misolda o'sha uchun harakatdan nima premium klassda qilib ishlab kelaversangiz, xudo xolasa, o'sha xalq oladi, yoqadi, keyin o'sha sizga qarab boraveradi. Zo'r. Mana bu yerda kelgan o'zi bu yerda qaysi jamoa bilan ishlanish, boshqa masala keyingi masala. O'zi umumiy mohiyat, jarayon. Mana oldin ham zo'r sotgansiz, haqiqatda uylarni o'zi oldi bo'lib sotib kelgansiz, oldi bo'lib sotganga yarasha bitirib ham bergansiz. Boshida borib gaplashganimizda nega sizlarniki vohli bitgan deganda boya gap aytdingiz-ku, o'zini pulini 100% birinchi o'rinda xalq mas'uliyat turadi, o'ziga uramiz degan narsa. Boshqa narsaga ishlatib olmaymiz, kerak bo'lsa yonimizdan ham tikamiz. Endi sizda shaxsiy brend qurildi, Instagramda faoliyat yuritdingiz. Bu narsa to'g'ri bo'ldi deb hisoblaysizmi yoki o'zi bu siz ham misol uchun o'sha shartmas edi, o'zi shundoq ham yaxshi edi, bu siz ham shundoq bo'lardi deb hisoblaysizmi? Bu sizga imkoniyat bo'lyaptimi yoki prosta majburiyatmi? Yo'q, bu majburiyat emas, bu zamon bilan hamnafas yurishlik. O'sha zamon shu narsani talab qilyapti. Oldin 200 ta, 300 ta bir joyda dom qurganmiz, 100 ta, 150 ta. Unda nimaga qaramaganmiz. Chunki nima uchun? Patkatlar sotib tez tugatib tashlaganmiz. Talab bor, yetarlicha. Lekin hozir misol qilayotgan obyektlarimiz 1000 ta, 2000 ta, 6000 ta. Ana unda u misol bizning doiramiz kichkina bo'lishi mumkin. Endi kattartirishimiz kerak. O'sha misol bitta deno emas, boshqa joydan qurishimiz kerak. Bizdan olgan odamlar barakat topib, misol ertaga paloncha, mana bu domda ham paloncha aka qurgan ekan. Mana haqiqatan zo'r qurgan ekan, boshqa ekan. Olgan odamlar barakat topsin degan maqsadda
bu hozir misol shaxsiy brendni rivojlantirish zamon talabi уже. O'sha narsani qilmasangiz, erta brendingiz ham kuchayishi, boshqa ham hamma narsa nimasi tanilishi ham qiyin bo'lyapti. Zo'r. Shuni hisobida shaxsiy brendni kuchaytirishlik eng yaxshi yo'l deb men hisobladim. Shunaqa quruvchilar bor mana. Endi qaysi ma'noda biz bu tomon bo'lib taklif bersak, nima deb bo'ladi? Xizmat sotishda tushunishi mumkin-da. Bu narsani o'zi quruvchini o'zi aytgani qaysi ma'noda yaxshi-da. Shunaqa brendi bor mana. Misol uchun sizni ham brendingiz to'g'ri onlaynda 2300 shunaqa obunachi bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin offlayn formatda odamlar ichida nomingiz tanilishi ijobiy formatda bo'lgan va 2300 dan kerak bo'lsa ancha ko'p bo'lgan. Ya'ni odamlar sizni yaxshi nom bilan tanigan. Shunaqa quruvchilar bor, misol uchun haqiqat zo'r quruvchi deydi. Bu odam misol uchun bironta uy quraman desa, uni tanigan odam borki, indamay uy oladi. Sizda ham shunaqa holat bo'lgan. Misol uchun Habla Said shu yerdan men Habibga deydi, ko'pchilik esa Habibga qurayotgan ekansiz, sizga kerak bo'lsa, hujjatsiz ham pul berishdan cho'chimasdi odamlar. Hujjat bilan oldik, boshqa. Shunaqa quruvchilar bor, offlayn odamlar orasida nomi tanilgan, obro'si bor, yaxshi, lekin mediaga chiqishga past nazar keraksiz narsa deb tasavvur qiladi. Lekin uylar sotuvi juda sekin. Misol uchun kerak bo'lsa uyni qurib qo'yyapti, 500 ta 1000 talab uyni deyarli bitirish jarayonida tanishlari olgan, tanishlari ham olib bo'lgan. Endi biz shu narsani tushuntiryapmizki, bu narsa misol uchun tanishlari siz o'sha odamning yaxshiligini, ishonchliligini bilgani uchun olgan. Media shunaqa qurolki, o'shanaqa ob'yom misol uchun 1000 ta odam tanardi offlayn, o'sha narsani 100 mingtaga chiqarib beradi. 1000 tadan 100 ta odam o'tadi, endi 100 mingtadan misol uchun 10 mingta, 1000 ta odam uy oladi degan narsani tushuntirsak, ba'zilari shu kerakmikan deganda qaraydi. Bunga nima qanaqa qaraysiz? Kerak. Kerak deb hisoblaysiz. Albatta kerak. Shu narsani qilgan sifatida nima deb bo'ladi? Tabib emas, boshdan kechirgan tabib deydi. Kerak. Men o'zim ham даже 1 yilda oxirgi marta shu Alisher aka Saif ustozga borguncha kerak emas, yo'q, uyaldim. Mediaga chiqishda uyaldim. Shunaqa bosh. Mediaga chiqishga uyaldim. Shu Alisher aka oxirgi marta Alisher aka Saifni darslariga kirgandan keyin shu inson yo'q, mediadan uyalmaslik kerak. Kelajak media hozir ikki xil biznesmen bo'ladi. Yo rivojlanayotgan, misol mediaga moslashib, mediadan foydalangan. Misol yo onlayn biznes nimasi bor yoki orqaga qarab ketayotgan biznes. Ikki xil biznes bo'ladi. Bittasi onlayn bilan kuchayib ketadi, bittasi onlaynga chiqmagan pasayib ketadi. Ana shu narsani endi hozir men to'g'ri tushuntirib bera olmadim. Xuddi o'shanday qilib juda chiroyli tushuntirib berdilar ustoz. O'sha bilan men shu mediaga chiqishga qaror qildim. O'shandan keyin shu bilan media lekin effektini ko'rdim. Effekti yaxshi. Sodda qilib aytganda men effektini ko'rdim, yaxshi. Men chiqmaganlarga chiqishni tavsiya qilaman baribir. Zo'r. Demak, endi bu har bitta yetakchilik har tomonlama yondashyapmizda. Birinchisi shahsiyat, niyat, fikrlash bo'ldi. Ikkinchisi sohadagi eng og'riqli muammolardan biridir. Bu filmda sariyog'i yo'q kesib beradi-ku, ko'pchilik marketingga e'tibor jihatdan ham, budjet jihatdan ham shunaqa yondashadi-da. O'shani ochayotganimiz yaxshi bo'ldi. Xo'p, endi boyaga gap ikki xil tadbirkor deganda sal o'shani keltirish uchun yo mediadan siz foydalanasiz, yo mediadan foydalanadi deganda, mediadan yo imkoniyat uchun, foyda uchun foydalanasiz, yo prosta mediadan raqobatchilaringizni sizdan o'tib ketishini tomosha qilib o'tirasizda. Kim qanday natija qilyapti ko'rib o'tirasizda, nima men qilmayapman degan xayol keladi-da. Shuning uchun media men taklif beraman, libo kishiga qilish kerak. Agar men bunaqa media, bunaqa effekt bo'lishini bilganimda, men 5-10 yil oldin mediaga. Chunki men Instagram, Facebook boshqalarga 2010-2011 yildan beri borman. Shunaqa. Lekin o'sha narsaga qiziqish biznes sifatida qaramaganman. Lekin media haqiqatdan effekti bor. Shunaqa. Yaxshi. Hozir men endi tashqi prognoz qo'yish jihatdan, tashxis qo'yish jihatdan faqat qurilishda emas, o'zi 90% tadbirkorlar eng katta imkoniyat deydi-ku, oldida zo'r imkoniyat turibdi, foydalanmayotgan eng kuchli qurol bu mediada. Mediadan foydalanmayapti. Foydalangan odam karra shunaqa bosqich bo'ladi-ku doim. Bitta narsani bir qadam oldinroq qilgan odam boshqalardan 10 qadam oldin o'tib ketadi. Hozirgi jarayonda o'sha narsa media deb bilamiz. Sizda bu narsani isbotini ham qaysi ma'noda ko'rdik. Ikki tomon gapirgani bu narsa ham yaxshiroq. Xo'p, keyingisi. Endi keyingi narsaga yondashamiz. Mana hozirgi kunda qurilish sohasida trendga aylangan narsa bor. Trend bo'ldi, to'g'ri o'tgan 1 yil ichida zapus qilish masalasi. Endi bu masalaga quruvchilar va marketologlar orasida ikki xil qarash bor.
ba'zilari zapuskga qo'pol qilib aytganda qilishni biladiganlar yaxshi deb aytadi, qilishni bilmaydigan yoki ko'rmagan, umuman bo'lmaganlari kerak narsa deb hisoblaydi. Xuddi tushum bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi, kerak sifat sotuv va hokazo shunaqa qaraydi. Quruvchilar ham shunaqa yondashuv. Quruvchilar ham zapuskga zo'r sotilmalar qurilishda, misol uchun ko'tarilib ketayotgan quruvchilarga ba'zilari havas bilan yaxshi qarab turib, o'zlari ham shunaqa qilishga harakat qilyapti. Ba'zilari bu uzoqqa bormaydi, kerak narsa shunaqa hisoblayapti. Endi o'zingiz tajribasida o'tgan sifatda zapuskga o'tkazdik. O'zbekiston bo'yicha qaysi ma'noda rekord zapuskdan bo'ldi. Quruvchi sifatida, quruvchi tomonlama yondashganda zapusk siz uchun foydali bo'ldi deb hisoblaysizmi yoki odamlar gapirayotgan minuslar haqiqatda bor minuslarmi? Yo'q, men ziyon tomonini ko'rmadim zapuskda. Zapuskda ziyon tomoni bo'lmadi. Yo'q, nabaros foyda bo'ldi. Qanaqa foydalar, mayli tushum summalar va hokazo keyingi masala. Qanaqa foydalari bo'ldi deb hisoblaysiz o'zi umuman olganda? Zapusk asosan siz uy olmoqchi bo'lgan insonlarni deyarli 70-60%ni o'zingizga boshqara olar ekansiz-da. O'sha siz o'zingizga qarata olar ekansiz. O'sha siz tanlashiga o'shani siz haqiqatan ishonchliligini ko'rsatib bera olar ekansiz. Endi zapusk kim qanaqa variantda qiladi, kimdir onlayn qiladi, kimdir offlayn qiladi, lekin o'sha zapusk endi bu yangilik narsa emas, oldindan bor narsa, faloncha kun aksiya. Bu aksiya deb aytilgan. Endi hozir bu yetkazib berish modeli qaysi ma'noda sal o'zgardi. Endi bu hozir o'sha aksiya oldindan bor narsa, endi hozir ommabop zapusk. Imенно qurilish temasida zapusk bo'lib ko'tarildi bu narsa. Bizda bu narsa oldindan bo'lgan. Bu narsa oldindan bo'lgan, faqat bir kun kichkina aksiya e'lon qilgan kunlarimiz bo'lgan. Palonchi kun mana shuncha chegirma beramiz olgan odamlarga. Undaqa oldindan bo'lib kelgan, lekin mana bu zapusk degan narsa onlayn tarzda bo'lmagan. Lekin onlayn yaxshi effekti bo'lar ekan. Zo'r narsa bo'ldi. Boyagi gapda onlaynda kuch katta. Xo'p. Endi keyingi masala bu marketing tomonlama qaysi ma'noda to'xtaldik. Endi umumiy olganda sherikchilik masalasida to'xtalsak, o'zbeklarda maqol borku, sherikchilik oshi itishmas deydi kimdir. Ba'zi viloyatda borku, sherikchilik yondash boshqa turli xil. Qaysi viloyat bor, sherikchilik umuman o'g'lan bo'lmaydi deb hisoblaydi. Qaysi quruvchilar bor, sherikchilik ishlab bo'lmaydi deb hisoblaydi. Sizda mana shu sohada, qurilish sohasida mana alfa bo'lishlarida sababda sherikchilikda ishlanadi hozir. Ha, shunday. Sherikchilik ta'siri bo'ldi deb hisoblaysiz, ijobiy tomonlama bo'ldimi yoki qani bir o'zim bo'lganimda yaxshiroq bo'lardi deb hisoblaysiz? Yo'q, men sherikchilikni yaxshi ko'raman. Zo'r. Chunki men ko'p sherikchilik ishlaganman. Bu Sherzod o'rtog'im hozirgi mana 7 yildan beri sherikchilikda ishlayapmiz. Undan oldin ham ko'pchilik bilan sherikchilikda ishlaganman. Faqat sherik kim bo'lish kerak? Sherik Allohni taniydigan, Xudodan qo'rqadigan, mendan sherigim zo'r bo'lsin degan inson siz bilan sherik bo'lsa, ana unda baraka bo'ladi. Chunki birga bir, sherikchilikka 11. Zo'r. Demak, sherik zo'r, qanaqa sherik bilan ishlash kerak? Alloh tanigan, Allohdan qo'rqadigan va eng o'zi gapi ham qadriyatli. Sherigimga mendan zo'rroq bo'lsin degan narsa. Sherigim mendan zo'rroq bo'lsin degan odam, chunki sherikchilikda shunaqa narsa bor-da. Sherigim mendan zo'rroq bo'lsin desangiz, Alloh sen saxiy bo'lsang, men sendada saxiyman deb. Haqiqat. Chunki Alloh saxiyda, bu saxiylikda Allohga yetadigani yo'q-da. Shuning uchun sen sherigim mendan zo'r bo'lsin deb harakat qilsa, misol Sherzod sherigim, endi shunday men o'zim shunday deb, non sindirganda men bo'lmasam ham shunday sindirib katta tomonini menga olib qo'yadigan bo'ladi u. Habib yo'q edi, men kichkinasini, kattasi Habibga biydi. Ana shunaqa bola. Ana shu uchun men sherikchilikka yaxshi sherik topdim deb o'ylayman. Inshaalloh Alloh davomli qilsin. To'g'risi ikkovlar bilan ancha yaqinda tanishdik, yurdik, u yerda birga yashadik, osh-tovoq birga bo'ldi deganda ko'rdik. Haqiqatda bu gaplar qaysi ma'noda prosta media uchun, orzu-havas uchun aytilgan gap emas. Shu narsani hamma o'zi uchun menimcha olish kerak deb o'ylayman. Bularda haqiqatda sherikchilikda ikkalasi ham bir-biridan birini o'zidan yaxshiroq bo'lishini xohlaydi va o'zimiz bu yoqdan ko'rgan bahomiz haqiqatda ikkovlar ham havas qiladigan darajada. Men to'g'risi faqat boylik jihatdan aytmayapman. Uylarga borganda ham boshqada ham uyda fayz baraka bo'lishi, boshqa narsa u moddiyat bilan o'lchanadigan narsa emas deb o'ylayman. Ikkovlarda ham baraka bo'lishi, odamlarning ichida obro' bo'lishi menimcha boya aytgan fikringizdan bo'lsa kerak. Endi shu narsada sherikchilikda ishlayotganda sherik tanlashga zo'r narsa aytdingiz va bu yog'ida muvaffaqiyatli tizimli, intizomli ishlab ketish uchun
qanaqa tartibda misol uchun muammolar chiqqanda qanaqa yo'nalishda misol uchun siz kamchilik qildingiz yoki Sherzodga kamchilik qildi vaziyatdan qanaqa yechim topilsalar o'zi odatda maslahatlashamiz bo'ldi. Misol men ikkovi bitta odam. Bitta odam bo'lganingizdan keyin misol siz xato qilasizmi, sherigingiz xato qiladimi? Baribir xato. U biznesda bo'ladigan xato. U misol har bir xatoga sen mana unday qilib qo'yding, xato bo'ldi. Sen mana unday qilib qo'yding, xato bo'ldi. U narsani qilsa sheriklik dars ketadi. Bo'ladi u narsaga sherikchilikka misol ba'zida men adashaman, ba'zida o'rtog'im sherigim adashadi. Unday narsa bo'ladi. Sherikchilikka bir-birimiz bilan 90% ishimizni baribir birga o'tirib maslahatlashamiz. Zo'r. Maslahatlashib, mana bunday qilamiz, mana bunday qilamiz. Nimadir neton xayol keladigan bo'lsa, bu yoqda ichimda yutib yurib o'zi yo'q bo'lib ketadi deb esdan chiqaraverasizmi yo o'ziga yetasizmi? Yo'q, neto xayol o'zi qilmayman u haqda. Qilgan taqdirimda ham men biror kishida shuna xarakterim bor. Biror kishi tomonlama menga agar misol boshqa biron kishi orqali biron yomon xabar kelib qolganda ham sразу o'zidan chiqib so'raganman. Ana uni kavlab boshqa o'tirgandan ko'ra ertaga bitta narsa ichingizdagi arzimagan zarracha erta katta bomba bo'lib ketadi. Mana shu narsa ko'pchilikda bor-da. Men o'sha narsaga men juda qarshiman. Ichimda bitta narsa keldimi, o'sha narsani o'rtoq yo oshna yo paloncha menda mana shu narsa gumon bo'lyapti. Nima qilding mana shu masalani deb so'rayman. Joyida so'raysiz. Joyida so'rayman. Chunki yo'q. Yo misol endi bitta narsa bor-da, ichingizda olib undan shubhalanib yurganingizdan ko'ra joyiga so'raganingiz yaxshiroq. Sherikchilik masalasida ishlayotganlarda qanaqadir vazifalar taqsimoti bormi? Misol uchun ma'lum bir vazifalar faqat siz javobgar, ma'lum bir vazifalar faqat u javobgar. Shunaqa tarzda vazifalar bo'lashib olinganmi yoki hammasini birgalikda hal qilinadiganmi? Endi bo'lishib olganmiz. 90% ishda bo'lishib olganmiz. 10% da u bo'lmasa men bo'lmasam u boshqarib ketamiz. Sotuv sohasida, qurilishda, nima sohada, finansiy sohada men qarayman. Qurilish sohada u qaraydi. Umumiy qaraganda ikki ustun bo'lgan. Umumiy qaraganda ikkovi kelishib olganmiz. Chunki bir kishi hamma ishga kirishligi sal nima bo'lib qoladi. Chunki miya bo'linadi. O'shanda bo'lishib olganmiz. O'sha sohani nazoratini, misol qurilish sohanikini u, sotuv sohanikini men olib boraman. Endi moliya chastiga ozgina to'xtalsak, hamma chastidan kelyapmiz. Moliya chastida pul yo'nalishini, pul oqimini qanaqa tartibda tashkillashtirasiz? Ya'ni misol uchun kelgan pul 100% o'ziga uriladimi yoki qanaqadir misol uchun taqsimlanadimi, qanaqa tartibda bo'ladi? Yo'q, moliyani misol mana bu har oyda oldindan moliyalashtirib olasiz. Moliya chunki shunday narsaki, siz mana bu oydagi kelayotgan mablag'ni, mana shu kelayotgan daromadga qarab, misol prihod rasxodingizni to'g'irlab olishingiz kerak. Uni o'zimizning moliya bo'limimiz bor, o'sha bilan maslahatlashgan holda bu oy nimaga xarajatimiz bor, nimaga chiqarishimiz kerak. Ana shunga qarab taqsimlab ketaveramiz. Bu yerda ham demak sizda o'zi qaysi ma'noda moliya bo'yicha mutaxassis bor. Ular bilan maslahatlashib, o'zim ham moliyachiman. O'zim ham moliyachisiz. Moliyachi bilan maslahatlashgan holda, demak, birinchi o'rinda ketish kerak bo'lgan zarar, rasxodlar aniq bo'ladi. O'shanga qarab turib hisob-kitob qilinadi. Albatta. Ko'p joyda mana shu muammoda kutilmagan holatda xarajatlar ko'paytiraveradi. Misol uchun u yoqib qoladi, uni olib boradi, bu yoqib qoladi, buni olib boradi. Oxirida qurilishga ketgan pul yetmay qoladi, surilib qoladi, to'lovlar kechikadi, shunaqa holatlar bo'ladi. Zo'r. Xo'p, shunaqa vaziyat bo'ldiki, bitta soha qilyapsiz, uy qurilish qilmoqchisiz, deylik 200 talik uy qurmoqchisiz. Hisobladingiz shuncha pul ketadi deb. Va nima? Pul oqimi kelishni boshladi. Va kutganingizdan ortiqcharoq xarajat chiqishni boshladi. O'shanaqa vaziyatda qanaqa yechim qilgan bo'lardingiz? Ya'ni turgan joyda sotib yuborarmidingiz yoki boshqa joydan pul kerak bo'lsa pul topib turib tikarmidingiz, davom ettirarmisiz yoki taslim bo'larmisiz? Qanaqa bo'ladi? Yo'q, boshqa joydan pul topib kelib tikardim. Shunaqa holat bo'lganmi hech? Bo'lgan. Bitta keysdan aytib bersangiz zo'r bo'ladi. Yo'q, unaqa ishlar ko'p bo'ladi. Tadbirkorman deganiga unaqa ish bo'lmasdan qolmaydi. Misol siz bitta narsaga mo'ljallaysizda pul tikasiz, u ish unaqa bo'lmaydi, rasxod kattaroq bo'lib ketadi. Ana unda keyin siz kimgadir nimadir va'da qilgansiz, unda labzingizdan qayta olmaysiz, chunki birinchi o'rinda turadigan narsa erkakning labzi. Qayta olmaysiz, faqat unga siz kuyasiz bo'ldi. Zo'r. O'shanaqa vaziyatda boshqa joydan bo'lsa ham topib, boshqa joydan bo'lsa ham topib, oxiriga yetkazish kerak, chunki aytilgan gap. Chunki va'da qilgan bo'lsangiz qilib berishingiz kerak. U sizning muammoingiz.
qanaqa va'da berganingiz? Demak, alfa bo'laman degan odamga taslim Alfa bo'lish bo'laman yarashmaydi. degan odam lafzidan qaytishlik bo'lmaydi. Aha, zo'r. Iziga qaytishlik esa endi to'g'ri, boshqa joydan pul kelmaydigan joy bo'lsa, unda keyin endi u narsa bizda bo'lmagan. Aha. Ilohim bo'lmasin ham. Ularni agar ahvoliga tushib qolsak bilmadim endi biz qanaqa chora ko'rardik. Endi bir xillarda bo'ladi, tupik. Boshqa keladigan joyi yo'q. Unaqa vaziyatda ham baribir. Undaqa vaziyatda sal keyin bironcha sherik topib qilgani yaxshiroq qoladi. Shuni ham baribir davom ettirish. Davom ettirish. Davom etish qanaqa yo'llari bor deb? Libo ishni boshlasangiz, iloji boricha harakat qiling o'shani oxiriga yetkazishlikni. O'shanda obro'yingizni ushlab qolasiz, hurmatingizni ushlab qolasiz. Sizga bo'lgan odamlarning ishonchini ushlab qolasiz. Otamda bitta gapi borda, bolam hayotdagi erkak kishini o'zi eng katta qilgan investitsiyasi bu odamlarning unga bo'lgan ishonchi. Sen ishonchingni yo'qotmasang, sen bilan hamma sherik ishlaydi. Sen ishonchingni yo'qotsang, sen bilan hech kim sherik ishlamaydi. Sen ishonchda bo'lsang, libo odam sen uchun xohlagancha pul tika oladi. Zo'r. Eng muhim kapital desam bo'ladi. Eng muhim kapital bu insonlarning sizga bo'lgan ishonchi. Shunday vaqtlar bo'lgan, lafzimiz uchun juda katta mablag'ga tushgan paytlarimiz bo'lgan. O'shan ustidan chiqqansiz. Chunki lafzimiz uchun birovga bir narsani va'da berdikmi, juda katta u даже finansiyamiz yarmiga to'g'ri kelgan paytda ham qaytmaganmiz. Zo'r. U shu narsa ham qaysidir ma'noda foyda bo'ladimi, zarar bo'ladimi, birinchi o'rinda lafzida turish ham, demak, qaysidir ma'noda alfa bo'lishga xususiyatlardan biri desa ham bo'ladi. Albatta. Zo'r gap bo'ldi. Xo'p, endi keyingisi bitta oxirgi savolimizdan biri. Chetdan qaraganda, mana siz bilan Sherzodga bir butun odam. Sizlar quruvchisiz. Siz ikkovlar bir butun deb quruvchi deb hisoblaydi. Sizni boshqa quruvchilardan ajralib turadigan nima farqingiz bor deb hisoblaysiz? Uni bilmadim. Yo'q, o'zi chetdan xuddi sizga o'xshagan quruvchi bor, tasavvur qiling. Deylik, Jizzaxda faoliyat ko'rsatadi. Ko'rdingiz, xuddi qadriyati boshqasi sizga o'xshar ekan. O'sha odamga baho berasiz. Boshqa quruvchilardan shunisi bilan ajralib turar ekan deb aytasiz. Endi siz o'zingizni boshqa quruvchi bilan ajratdingiz deganingiz, u siz kibrga kirib ketdingiz degani. Siz men undan ko'ra afzalman, men undan zo'rman desangiz, o'sha siz kibrga ketdingiz. O'sha u siz o'zingizda misol men palonchadan zo'rman dedingizmi, bo'ldi, o'sha siz sindingiz. Zo'r. Men eng pasiman deng. Men eng pasman, eng zo'ri bo'lishim kerak. Doim. Maqsadni shunday qo'yish kerak. Men hozir eng pasiman, eng zo'ri bo'lishim kerak. Ana shu maqsadni qo'ysangiz, men mana palonchadan o'tdim-ku, men palonchadan balandman-ku dedingizmi, sindingiz. Zo'r gap. U o'sha biznesmenni sindiradigan narsa o'ziga o'zi baho qo'yishligi. Zo'r gap bo'ldi. Endi shu gapingizni asosida ham o'zi bizni nazarimizni qarash jihatdan birov misol haqiqatda aytganingizdek, men bundan bu tomonim yaxshiman, bu tomonim unaqa deyish o'zi to'g'ri bo'lmaydi. Siz boshqa quruvchilardan bu yaxshi tomoningiz yo yomon tomoningiz hokazo emas. Siz o'zingizga xos jihatingizni aytadigan bo'lsak, haqiqatda samimiylik va kibr yo'qligi qaysidir ma'noda o'zligingizni anglatib turadi deb hisoblaymiz. Buni kim nima uchun aytyapmiz? Endi shu sohaga kirib ketgan keyin endi ko'tarilayotganlar qaysidir ma'noda sal ko'p pul topishi bilan shaxsiyatda o'zgarishlar boshlanishi mumkin-da. Ya'ni men bundan yaxshiroqman va hokazo. Unaqa fikrlash, mana oddiy savolimizga javobingizdan ham o'zi bilinib turgan narsa, unaqa fikrlash butunlay bo'lmasligi doim odamni qaysidir ma'noda rivojlanishiga, doim aytganingizdek pastman deyish va doim bundan ham yaxshiroq bo'lishim kerak deb harakat qilish odam doim rivojlanishiga sabab bo'lishi va qachonki men zo'raman dedi, bo'ldi to'xtashini men tushunishini xohlagan bo'lardik, buni ko'rayotgan odamlar. Xo'p, endi bitta sal prognoz jihatdan gaplashsak, kelajakdagi mana qaysi ma'noda oxirgi 2 yil desa ham bo'ladi. Undan oldin ham trend chiqqan edi. Oxirgi ayniqsa 25-yilda nihoyatda trend chiqdi. Uy sotuvi qaysi ma'noda uylar ko'p sotildi, boshqa bo'ldi. Nima ba'zi odamlar o'ylayapti, bo'ldi, bu yog'i orqaga ketadi deb o'ylaganlar ham bor. Ba'zilar bor, balki zo'r ketadi. Xo'p. Deylik, mana shu keyinchalik ko'rmaylik, mana 5 yil ichida 2030-yilgacha qurilish trendi, tendensiyasi qanaqa ketadi deb o'ylaysiz? Oshadi faqat. Faqat oshadi. Faqat oshadi. Chunki endi bu narsa mana juda ko'p mamlakatlarga borganmiz. O'zbekistondagi qo'yilgan narx boshqa mamlakatlarda yo'q. Chunki yer hech qachon ishlab chiqarilmaydi.
bor yerlar уже tugadi. Endi faqat baland qavatli imoratlar, xalq o'sishi davom etyapti. Hozir eng past sotuvlar, narxi pastlar faqat hozir menimcha O'zbekistonda deb men nima qilyapman. Chunki mana bu qaysi mamlakatga borgan bo'lsangiz, 1 metr kvadrat uyda narxi, o'rtacha narxi $2000 dan past emas. Hozir o'rtacha bizga olganingizga 3 barobarga yaqin qimmat. Bizda endi yurtboshimiz, qolaversa, misol boshqalar hammasi ko'p tomonlama quruvchilarni qo'llab-quvvatlayapti. Ko'p narsalarga imtiyoz beryapti, misol boshqa qilyapti. Misol tok tortib kelish, boshqa qilish, kommunikatsiya boshqa, unaqa qimmat emas bizlarga ulanishlik hozir. Ko'p tadbirkorga juda katta yo'l yo'riq beryapti, tem bo'li qurilish sohasidagilarga. Buni bilmagan odam ko'r bo'ladi-da. Endi hozir bu bitta quriluvchi soha emas, bu xalq uchun ham juda katta manfaat. Chunki xalq mana hozir misol bizga sharoit yaratib beryapti, biz xalqqa arzon uy sharoitini yaratib beryapmiz. Amerika degan mamlakatlarga kerak bo'lsa 70%, 60% aholisining uyi yo'q. Shunaqa. Shundayda. O'zimizda ham keyinchalik shunaqa bo'lib ketib qoladi. Bizda xudo xolasa hozir agar shu ketishda bo'lsa, uyi yo'q inson qolmaydi nasib bo'lsa. Foydalanmagan odam bo'lsa, faqat nima deydi? Harakat qilish kerak. Omad hech qachon o'zi kelmaydi. Eshik taqillatib, men omadman, keldim oldinga deb. Omadga qarab yuguriladi, harakat qilinadi. Misol, nima harakatga erishgan bo'lsak, avvalo Alloh beryapti. Ota-onamiz duo qilyapti, mamlakatimiz tinch, biz harakat qilyapmiz, Alloh shunga qarab beryapti. O'sha harakat qilmay uyingizga yoting, hech kim sizga olib kelib bermaydi. Harakat qiling, Alloh o'sha sizning harakatingizga qarab, bandam harakat qilyapti deb o'sha harakatingizga qarab beraveradi. Faqat niyatni xolis qilish kerak bo'ldi. Niyatni xolis qilmasangiz foydasi yo'q. Zo'r. Mana bu savol so'rganim 5-10 yil, 10 yil, 17 yil, 8 yil, xolos qanchadir muddat ishlab ketgan quruvchilar bu aytgandek bozordagi trendlar o'zgargandan keyin, misol uchun raqobat kuchaygandan keyin, yangi qurollar kirib kelgandan keyin bu yog'i bo'ldi, bozor o'ldi deb o'ylab qolganlar ham bor. Vaholanki o'sha bozor o'ldi deb o'ylaganda boshqa quruvchilar minglab uylar sotayotgan holat ham bor. Va o'shalarga nima gap aytgan bo'lardingiz? Mana bu yog'i taslim bo'lsammikan deb turganlarga taslim bo'lib hech kim to'xtatgani yaxshimi yoki oldingidek kuch-quvvatni просто to'g'riroq yondashgan holatda bosib gazini? Yo'q, endi starshi quruvchilar bor, katta ustoz quruvchilar, Xurshid aka To'rayev, Murod aka. Ular bizlardan ancha oldinda. Ular juda oldinda. Endi ular ko'p narsani biladi. Bizlar hali endi chiqib kelayotgan quruvchilar. Misol men hali to'xtash niyatim yo'q. Zo'r. Harakatdaman, chunki niyatni xolis qilib harakat qilyapmiz. Bizlarda ham misol odamlarga shunday manfaatimiz tegsin, odamlar bizlarga ham haqqimizga duo qilsin, shunday bo'lsin, shunday bo'lsin. U misol men to'g'risi harakatni to'xtatish niyatim yo'q. Oldinda faqat xudo xolasa bu yog'i. Zo'r. Endi kimdir to'xtatish, kimdir qanday endi kimdirda krediti bordir, kimdirda boshqa finansiy, kimdirga sog'lik ko'tarmaydi. Ular endi bilmadim, lekin men harakatdan to'xtash niyatim yo'q hali. Bo'ldi, zo'r. Zo'r bo'ldi, kerakli narsalar. Endi bu savollarni so'raganim ko'p quruvchilar bilan gaplashib yurish natijasida ulardagi qaysi ma'noda miyasidagi tarakanlar bor, muammolar bor. Kimdir finansiy jihatdan, kimdir ish jihatdan muammo kirib qolganligi uchun oldida ko'rinmayotgan tomonlar bor edi. Siz quruvchi sifatida bu yoqda yaxshi ketayotgan yo'lda qanaqa vaziyatlarligini o'z tomoningizdan gapirib berganingiz ularga sal bo'lsa ham как motivatsiya deymizmi yoki haqiqatda bo'lar ekan-ku degan narsaga sababchi bo'lsa xursand bo'lardik. Endi blitz savollar bor. Blitz savollar deganda qisqa javob bersangiz bo'ldi. Asosan bu nimaga nimasiga o'tdik. Alfa bo'lish haqidagi kichik eng katta muammolar o'sha marketing, pul oqimi, boshqa narsalarni yoritdik. Endi asosan qisqa savol. O'z qaysi birini tanlasangiz bo'ldi, o'shani tanlab ketaverasiz. Tayyormisiz? Ayting. Xo'p, ketdi. Pulmi yoki obro'? Obro'. Marketing xarajatmi yoki investitsiya? Investitsiya. Sotuvda nima muhimroq, narx yoki ishonch? Ishonch. Qurilishda eng xavfli narsa nima? Qurilishga eng xavfli be'tiborlik. Be'tiborlik, zo'r. Hamkor tanlashda birinchi raqamli mezon. Istalgan hamkoringizni tanlayotsangiz, birinchi mezon. Qadriyatligini. Tez foyda yoki katta foyda sekin? Sekin.
Instagram ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yuritish majburiyatmi yoki qurol? Qurol deganda katta imkoniyat. Imkoniyat. Alfa bo'lish tug'ma bo'ladimi yoki o'rganiladimi? O'rganiladi. Zo'r. Endi bu birinchi savollar edi. Oxiridagi bitta xulosa shu bugun mana gaplashgan narsamizni, suhbatimizni bitta gap bilan kimdir mana podkastni ko'rdi. Shu podkastda bitta gap bilan eslash kerak desa, bitta gap bilan xulosa qilish kerak bo'lsa, nima gap bo'lardi o'sha? Nima gap bilan xulosa qilganingiz bo'lardi? Podkastni eslash uchun. Shu podkast deylik ko'rdi, 3 yildan keyingi odam shu podkastda shunaqa podkast edi deb bitta gap bilan eslasa, biz shunaqa suhbat bo'ldi. Nima deyishim mumkin bu? Bemalol o'ylab aytavering. Tadbirkorni erkin fikri. Tadbirkor erkin fikri. Zo'r. Bugungi suhbat uchun sizga rahmat kattakon. Xudo xolasa, bu birinchi podkastimiz birinchi soni edi. Demak, nima eng ko'p insight oldingiz, qaysi joyi sizga ko'proq yoqdi, izohlarda obязательно yozib qoldiring va maksimal darajada bu podkastda quruvchi tanishga yoki qurilish sohasida yoki o'zini sohasida top bo'laman deganlarga yuborib qo'ying. Va keyingi sonlarimizda qaysi mehmonlarni kutib qolgan bo'lardingiz, izohlarda yozib qoldiring. Hammaga rahmat.